Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana bugun 5-mart qurtlarimiz pishishda davom etyapti. Mana ular avjiga kiryapti. Bizda issiq boshlandi уже. Kechqurun 7, kunduz kunlari 20-21 gacha chiqyapti. Tepasi ancha 25 ga 30 ga yaqin issiq bo'lyapti. Shuning hisobiga pishish tezlashdi. Ko'rgan bo'lsangiz, gullari ham, tugishi ham juda ko'p. Ayrim joylarda qayerdaki sho'r yo'q bo'lsa, o'sha joylar yaxshi. Mana masalan, sho'r bor joylarda qurtlayapmiz. Ko'rgan bo'lsangiz, ahvolimiz josa anaqa yomon. Maslahat beraman sho'rga ekishdi. Mana shular sho'r. Shuni hisobiga shunaqa qilib qo'ygan. Mana bu yerlar pori solingan yaxshi joylar bo'lsa, sho'ri kam bo'lsa, mana ko'ryapsiz. Bargni kattaligini. Shuning uchun avval yerni tayyorlab olish kerak ekan, keyin qurtni ekish kerak ekan. Mana bu yerlarda ham sho'r bor joylar yaxshi emas. Mana bu joylar sho'rligini o'lchab ko'rgan vaqtim, bu yerlar 300 sho'rlikda. Yerda sho'rligi 300 ekan. Ya'ni 0,3. Ko'rgan bo'lsangiz, qurtlar ham yirik bo'lar ekan. Gullar ham yirik. Adorlar ham ko'p chiqar ekan, mana ko'rgan bo'lsangiz. Bu F3 sorti. Ya'ni kelganiga 3 yil bo'lgan qurtlar. Ro'za Ramazonda mana boshlandi. Ham kun isib qurtlarga juda talab kuchaydi. Ro'zaga qo'yiladi dasturxonlarga. Va kun isiganiga pishish jarayoni tezlashdi. Mana shu yer hosilni ko'p beradigan joy, mana shu Yeminda. Ko'rgan bo'lsangiz, juda ham ser hosil joy. Mana egaziga yerda sho'rligi pastligi. Boyagi ko'rgan joylarimiz, bu joylar juda anaqali. Sho'ri 1800 ekan, 1.8 ekan. 7 metrimiz bor, pH metrimiz bor, o'lchab ko'rdik. O'shaning hisobiga sho'r qurtnaga bo'lmas ekan. Mana bu ko'rgan bo'lsangiz, hovuz bor mana bu yerda. Yomg'ir suvini yig'amiz. Birinchi boshlanishda yomg'ir suvi kam bo'lgan. Sentyabrda kirganda qiynalga ko'chadi. Hozir shu yomg'ir suvi ko'payib, hovuzda pashti to'la turibdi. Har doim yomg'ir suvidan sug'oryapmiz. Shuning hisobiga yerda ancha sho'rni yuvdi-yu, hosildorligini ham ko'paytirib berdi ancha. Yomg'irda suvi 0 bo'ladi, 0 sho'rligi. Qurtlarimiz mana barglar olinyapti. Barglar kerak emas, barglar soya qilib tashlagan barglar olinyapti. Pishish avjiga keldi, o'zi xudo xolasa. 200-300 kilodan cherizdan 3 kundan bir terilaveradi. Agar mana shunaqa issiq bo'lib tursa, xudo xolasa